Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum. Hurmatli aziz birodarlar. Biz mana jannat o'lkada yashaymiz. Jannat. O'zbekiston. Biz shunday yerda yashaymizki, biz yashayotgan joy Allohning rahmati yog'ilgan, Allohning mehri tushgan yurtda yashaymiz. Sababi mana qo'limizdan shunday tushib ketgan urug' bo'lsa, bexato chiqadi. Alhamdulillah. Shunday yurtlarda bizlarga shunday yurtlarga nasib qilganini o'ziga hamdlar, sanolar aytamiz. Mana buni qarang, mana oddiy bitta kichkinagina cho'pak. Allohning qudratini qarang-da, bitta cho'pakni chaman qilib, gullatib, odamda havas keladigan, bu inson zotining qo'lidan kelmaydi. Mana buni qarang, yerlarimizda chiroyliligini, mana kartoshkalar, nimaiki narsa eksangiz bo'ladi bizning yurtimizda. Alhamdulillah, shunday yurtlarda yashaganimizga shukrlar qilamiz. Mana buni qarang, mana oddiy bitta cho'pak. Mana shaftolilar. Buni qarang, mana mevalarini qarang, janavarni tanalarida ham mevani soyotibdi. Bu bandasini qo'lidan kelmaydi bu. Mana buni qarang, mana. Mana buni qarang, mana. Tanada mevalarni qo'yotibdi. Mana buni qarang, mana. Bu inson zotining qo'lidan kelmaydi. Ha? Mana. Mana buni qarang, mana. Olmalar. Mana bu olmalar mana. Mana bu yong'oq deydilar buni. Mana buni o'rtasini bunday e'tibor berib qarasangiz, mana. Mana shugina kichkinagina mana shu cho'pak mana 40 santimetr keladi balandligi. Ana bunday e'tibor bering, mana o'rtasida mevalar soyotibdi mana. Astagfirullah.